Qadrli kitobxonlar, bugun sizlarga yanada qiziq mavzu, hayotiy voqealarga asoslangan bir sara durdonani tavsiya etaman. Ota, bu so'zni eshitganda har bir kishining ko'z o'ngida tog'dek qalqon bo'ladigan inson, farzandi uchun jonini berishga tayyor kishi gavdalanadi. So'z san'ati yaralibdiki, yozuvchilar, shoirlar bu mavzuga qayta murojaat qilib kelishmoqda. Shunday asarlardan biri atoqli yozuvchimiz Ulug'bek Hamdamning Ota romanidir. Bu roman barcha o'zbek otalariga bag'ishlanadi. Demak, bu romanda otalik hissi, otalik burchi, otalik hukmi, otalik so'zi yoritilgan. Asar katta emas, ammo voqealar bir inson umriga teng. Dastlab urush o'chog'ida tiriklik uchun kurash tasvirlansa, nihoyasida esa osuda osmon ostida omonatini topshirishga tayyorlik manzarasi yuz ochadi. Tug'ilish va o'lim. Bu oraliqda inson emas, ota kim? Bu romanda Ikkinchi jahon urushi voqealaridan tortib bugungi kunimizga qadar sodir bo'lgan ham dahshatli, ham quvonchli lavhalar o'quvchi ko'zi oldida baralla gavdalanadi. Ota romanida mehribon, jonkuyar, ammo gunohkor otaning hayotiy voqeasi tasvirlanadi. Endigina 22 ga to'lgan qora qosh, qora ko'z Arislonday yigit Po'lat qo'lida povestka, bildirish xati bilan kirib kelganda uyda naq qiyomat bo'ldi. Oychechak opa o'g'lining bo'yniga osilgan kuyi uvoz solib yig'lay boshladi. Otangni olishdi. Necha zamondir o'lik tirigini bilmaymiz. Bitta sen qoluvding bag'rimda. Axir bitta o'g'lim bo'lsang, qanday qilib seni urushga olishadi? Senga biron kor hol bo'lsa men qandoq chidayman deb dod soldi mushtipar ona. O'tkir aka bilan Oychechak opaning yakkayu yolg'iz farzandi Po'lat edi. Urush boshlandi deguncha esa O'tkir akani birinchilardan bo'lib urushga yetaklab ketishdi. Mana endi yakkayu yagona o'g'liga yopishmoqda. Onani hayot bilan bog'lab turgan birdan bir rishta bo'lsa, u ham o'g'li Po'lat edi. Elga kelgan to'y axir. Ayrim oilalarda 3 kishilab odamlar o'lib kelayotgan bir zamon bo'lsa, ayol boshim bilan qo'limdan nimayam kelardi, dedi bechora ona. Shularni mushohada qila uyga, o'g'lining oldiga kirib, uning qo'llaridan mahkam tutgancha ko'zlarining ich-ichiga boqib, "O'g'lim, sevgan qizim bor deganding, to'y qilamiz", dedi. Tomdan tarasha tushgandek Oychechak opa. "Onajon, nima deganingiz bu? Nega endi hozir? Mavrud emas-ku", kutilmagan taklifdan hayron bo'ldi Po'lat. Axir to'y O'tkir aka urushdan omon qaytgach bo'ladi deya shirin xayollar qilishardi ona-yu o'g'il. "Endi meni yaxshilab eshit o'g'lim. Yo uylanib ketasan, yoki hech qayerga bormaysan", dedi Oychechak opa o'g'liga. Po'lat onaizorning dahshatli ko'zlariga boqib qanday rozi bo'lganini o'zi ham bilmay qoldi. Rozi bo'lgandan keyin 3-kuni 10 kishilik to'y bo'lib o'tdi. To'ydan bir oydan so'ng Po'lat urushga ketdi. Po'lat uzun yillar do'zaxidan, urushning, yovuzlikning badbashara qoyalariga urilib, barchasiga sabr etib, eng avvalo vatanida qolgan yorining yodi bilan omon chiqdi. Eng muhimi, Po'latning otasi O'tkir aka ham urushdan tirik qaytadi. Oychechak opaning ham. Po'latning rafiqasi Yog'duning ham quvonchi cheksiz edi. Urushdan eson omon qaytgan Po'lat tuman o't o'chirish tashkilotida ishlay boshladi. Oychechak opaning tirnoqqa zor o'g'li Po'lat va husnda tengsiz kelini Yog'duning to'y bo'lganiga 15 yil to'ladi. Mayli, 12 yillik urush, asirlik hamda qamoqda o'tkazgan gul yillarini ayirib tashlaganda ham kamida 3 yillik birgalikdagi turmushi bor edi. Oychechak opa o'g'li Po'lat hamda kelini Yog'dini obormagan duogo'y domlasi-yu, obormagan
do'xtiri qolmagandi. Axiri Po'lat bilan Yog'duning oilasida qiz chaqaloq dunyoga keldi. Po'latning qiziga Sevinch deb ism qo'yishdi. Sevinch ulg'ayganida ota va qiz o'rtasida ziddiyat yuzaga keladi. Bu ziddiyat tufayli ota qamalib ketadi. Bu romanni o'qiganingizda bu yerda ota haqlimi yoki qiz haqlimi degan savol tug'iladi. Ba'zi bir kitobxon otani yoqlasa, ba'zi bir kitobxon qizni yoqlashi mumkin. Hatto mahbuslar ham haqiqiy o'zbek otasi deb Po'latga qamoqxonada juda qattiq hurmat bilan qarashadi. O'zim esa bu asarni o'qib, ba'zan otani yoqlab qolaman, ba'zan esa qizni. Ikkalasini tushunishga harakat qildim. Aziz kitobsevar kitobxonlar, men sizlarga ota romanini mutolaa qilishingizni tavsiya qilaman. Hayotiy voqealarga guvoh bo'ling. Otangizni e'zozlang, qadrlang, ularni hamisha hurmat va duosida bo'ling.